Bu College Board veb-saytidan olingan statistika. Unga ko'ra, O'zbekistondagi o'rtacha SAT English balli 530 ga teng ekan. Va men sizga aytishim kerak, agarda ingliz tilidan, o'zim SAT English qismidan writingni to'liq yaxshilab o'rganib, hamma qoidalarini, grammarni o'zim olganda va plus vocabulary o'rganadigan bo'lsangiz, SAT English qismidan 600 plus va reading darajasi zo'r bo'lgan bo'lsa 700 plus olish mumkinligini aytishim kerak. Agarda sizni ayni damdagi SAT English ballingiz 600 dan oshmayotgan bo'lsa yoki 700 plusga yetib borgan bo'lsa ham, hali ham grammar bo'yicha xato qilishda davom etayotgan bo'lsangiz, shu xatolarni qilishda davom etishga va oxirida examdan o'zingiz xohlamagan ballni olishga va uni olganingizdan keyin bilmadim, endi o'zingizni yomon his qilishga, do'stlaringiz oldida sharmanda bo'lishga va ota-onangizni oldida bilmadim, yuzingiz tam yerga kirib ketishini xohlamasangiz, bu videoni ko'rishingiz shart. One more thing about SAT grammar is that it's not just about being good at English. It's about spotting patterns. And College Board only tests a few. Va bilishingiz kerakki, SAT uses the same grammar traps again and again. And once you learn to spot them, they're actually easy to beat. So, mani ayni damdagi SAT ballim 1550 va o'quvchilarimizga o'z ingliz tili ballarini o'zim olganda 200 plusga, 300 plusga oshirishga yordam berganman. Va bunda men ularga hamma narsani o'rgatib tashlamaganman. Faqatgina ularni ballini eng ko'p oshiradigan muhim narsalarga e'tibor qaratganmiz. Imtihonda tushadigan narsalarga fokus berganmiz. Va ushbu videoda I'm gonna show what those exact things are. So, let's go. SAT writingda 3 ta narsa tekshiriladi. Birinchisi bu Standard English Conventions questions, ya'ni bunda basically grammar o'rganiladi. Buni birinchi o'rganamiz biz. Ikkinchisi bu transitions, ya'ni IELTS o'rgangan bo'lsangiz linking words degan narsa bo'lardi. Sizga misol beriladi, savol beriladi, shu tekstga, shu tam ikkita gapning orasiga transition qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va oxirgi uchinchisi bu notes questions yoki Khan Academy'da ko'radigan bo'lsangiz rhetorical synthesis deb berilgan. Sizga notlar berilgan bo'ladi va bu yerda savol turadi va shu savollar bo'yicha demak topishni talashingiz kerak bo'ladi. Biz hammasini ko'rib chiqamiz va birinchi grammardan boshlaymiz. So, let's start with Standards of English Conventions. Va Standards of English Conventions yoki endi qisqa qilib aytganda grammarda o'rganishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu independent va dependent clauses. Eng muhim narsadan bittasi bularni ikkalasini ajratib, bularni orasidagi punktuatsiya qanaqa ishlaydi, bular o'zi aslida nima, let's say, bu muhim, o'sha bilan bilib olish. Shuning uchun let's go. Faqat undan oldin clause nimaligini aytishim kerak. Clause, mana bu yerda definition bor, is a group of words that contains both a subject and a verb. Va bular ikki xil bo'ladi, boya aytganimdek, independent va dependent. An independent clause can stand as a sentence by itself on its own. Ya'ni independent clause shuni yozadigan bo'lsangiz va o'qiydigan bo'lsangiz, uni ma'nosi bor, u grammatik jihatdan to'g'ri va hech nima qanaqadir yetishmay uch nimaga bog'liq emas. So, u o'zi mustaqil mavjud bo'la oladi. Dependent clause esa endi o'z nomiga mutanosib, shunaqa deyiladi adashmasam, u nimagadir bog'liq. Ya'ni u independent clause'ga bog'liq. Unda ham odatda subject bilan verb bo'ladi odatda. Endi bu shunchaki gerunddan bo'lib kelishi mumkin. Gerund plus objectdan bo'lib kelishi mumkin. Lekin bitta farqi, eng katta farqi independent clause bilan dependent clause cannot stand on its own. Ya'ni shunchaki o'zi tura olmaydi. Ya'ni unga nimadir qo'shish kerak. Let's say, mana bitta misol bor. Going for a walk is. Ta'lchun mana shu qism, mana shu going for a walk degan qism, let's say. Endi shu is ham qo'shdim. Bu o'zi bo'la olmaydi. Yoki bo'lsam if I want to become an engineer. Mana if I want to become an engineer. Mana shu qismning o'zi, mana shu clausening o'zi alohida exist bo'la olmaydi, mavjud bo'la olmaydi. Unga ikkinchi qismi, ya'ni independent clause qismi kerak. Misol uchun, if I want to become an engineer, I have to go to a university, let's say. Shunaqa, menimcha tushunarli bo'ldi. Va endi keyingi qism bor. Independent clause'ni bitta bu nuance ko'pchilik bilmaydi, afsuski. Dependent clauses'ga aylantirish mumkin bo'lgan, o'zgartirishi mumkin bo'lgan, demak, narsalar bor. 3 ta narsa. Birinchisi bu prepositional phrase. Buni ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi ing, endi buni gerund deb eshitgansizlar, phrase va uchinchisi bu subordinating
conjunction yoki subordinating coordinating conjunction. Buni xudo xolasa darsimiz davomida ham ko'p chiqamiz. So, shuning uchun iloji boricha oxirigacha ko'ring. Let's go. Birinchisi, ing bu javonda bilasizlar. Let's say misol uchun men aytdim, I go to school every day. Misol uchun. Mana shu joyda men shunchaki going to school every day desam, mana going qilyapman, o'sha ayni otashyapman, tabiiyki, gerundly qilyapti. Going to school every day dedim. Men shu narsa o'sha misol uchun I go to school every day independent edi. Going to school every day bu independent emas, bu dependent clause'ga aylandi. Yoki boshqa yo'li, misol uchun oddiy boyaga aytgan gapim, I want to become an engineer. Bu independent clause, buni subjecti bor, verbi bor, o'zi alohida mavjud bo'la oladi. Lekin men undan oldin shunchaki bitta subordinating conjunction, ya'ni kim buni olasiz, endi bunga kiradi, o'sha ro'yxatda ko'rgan bo'lsangiz, after bor, although bor, as bor, whereas bor, while bor, if bor, misol uchun if ni qo'shsam mana, if I want to become an engineer. O'sha mana ko'rdinglar, mana subordinating conjunction qo'shganimdan keyin independent clause dependent clause'ga aylanib qoldi. Mana if I want to become an engineer o'zi alohida it cannot stand on its own. O'zi alohida mavjud bo'la olmaydi. Unga qo'shimcha, ya'ni bitta independent clause qo'shish kerak. Menimcha tushunarli bo'ldi. Endi davom etamiz. Keyingi yana bir muhim narsa bor. Bu phrase, fraza deb o'rgangan bo'lsangiz kerak, ingliz tilida o'rganayotgan paytingizda. Bu how to put it, like it's a set of words, ya'ni kim so'zlar birikmasi bu. Va shunaqa bo'ladiki, phrase da odatda yoki subject bo'lmaydi, yoki verb bo'lmaydi, yoki ikkalasi ham bo'lmaydi. Endi buni adashmasam fragment ham deyishgan. Va shunaqaki, a phrase does not express a complete thought and can never stand alone as a sentence. Misol uchun, chasing its tail, picking it up, a new innovation in green energy. So it's not like really, it doesn't really make sense. So yeah, let's go. Shuning uchun davom etamiz. Endi men tushunarli bo'ldi. Fraza endi nega buni aytib o'tdim? Xudo xolasa keyingi qismida savollashyotgan paytimizda ko'rib chiqasiz. Va men yaxshi ko'radigan narsa bor. Umumiy dars o'tayotgan paytimda bu nimanidir o'rgatib, keyin shu concept practice qiladi. Ya'ni kim bitta konseptni tushuntirib, tez o'sha bo'yicha practice qildirish. I'm sorry. Hozir videoni to'xtatib, mana o'sha ekraningizda chiqqan exerciselar bor. O'sha exerciselarni bitta bajaring. Bu exercise'ni bajarib chiqishga 5 minutdan ko'p vaqt ketmaydi. O'sha bajarib bo'lgan, shuni to'xtating. O'sha bajarib bo'lganingizdan keyin o'sha yana ozgina o'tkazsangiz javobi chiqadi. Va hozir iltimos videoni to'xtating. Mana ekranda chiqqan savollarni ishlang, iltimos. Okay, to'xtatdingiz. Agar tugatib bo'lib endi qaytgan bo'lsangiz, iltimos tugating. Chunki exercise'larni qiladigan bo'lsangiz, umumiy mavzuni, umumiy gapirilayotgan gaplarni yaxshiroq tushunasiz va esingizda yaxshiroq qoladi. O'sha tugatdingiz degan umiddaman. Mana hozir chiqdi, mana shu chiqqan bu, let's say bu o'sha berilgan savolni javoblari. Umid qilamanki, siz shunchaki skip qilib yormadingiz. Let's go. Endi keyingi qismiga o'tamiz darsni. Another concept o'tamiz. Bu umuman olganda 4 xil typedagi sentencelar. Bular nimaga kerak? Hozir aytib o'tamiz. Bu sentencelar o'zi haqida ham gaplashamiz. Birinchisi bu simple sentences. Juda ham oddiy, buni bilasizlar. Mana chiqadi mana. Bu IELTSda o'sha IELTS Liz degan odam bo'lardi. IELTS o'qiganlar biladi. Shu yozgan examplelar, zo'r examplelar. Simple sentences, unda nima bor? Unda asosan demak shunchaki verb bor, subject bor tabiiyki, va verb bor, qanaqadir object bor, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Va siz ikkita simple sentenceni, o'sha ikkita independent simple sentenceni bir-biriga bog'lashingiz mumkin. Bu coordinating conjunction orqali yoki demak subordinating conjunction orqali va u sizga complex yoki compound yoki complex sentencelar demak paydo bo'lishiga olib keladi. Bu nima deydi? Compound sentence nima deydi? Bu qo'shma gaplar hisoblanadi. Mana ikkinchi qismga o'tdik, mana ko'rishinglar mumkin. O'sha bu ham listening examplelari. Mana simple sentencelar ikkitasi bir-biriga bog'landi va demak compound sentenceni hosil qildi. Complex sentence bo'lishi uchun sizga subordinating conjunction kerak va undan uyog'iga yana demak independent clause kelishi kerak bo'ladi. O'sha subordinating conjunction bilan bo'lgan dependent clause bilan. Va siz complex va compound sentencelarni bir-biriga qo'shadigan bo'lsangiz, mana pastda example bor, buni ham. U umuman olganda demak juda ham murakkabga aylanadi va hozir bizlar o'sha compound sentencelar qanaqa hosil bo'lishi mumkin va ular orasidagi umuman olganda punctuation qanaqa bo'lishi kerak shartligini
ko'rib chiqamiz. So 5 types of compound sentences. Demak, birinchisi bu two separate independent clauses can be joined with a period. Period bu nima? Period is full point yoki full stop yoki point, nuqta degani. Nuqta. Endi buni bilasizlar. Ikkita mustaqil gapni orasiga shunday nuqta qo'yib, unda shunchaki bog'lash mumkin. Mana misol berilgan. Mary loves dogs, nuqta. Andrew loves cats. Endi tushunarli menimcha. Keyingisi ikkinchi yo'li bu comma plus fanboys. Fanboysni aytib o'tishim kerak. Bu for, and, nor, but, or, yet, so degan bog'lovchilar, bular coordinating conjunction hisoblanadi va ular ikkita mana shu holatda ikkita independent clause'ni verguldan keyin kelgan holatda bog'lashda ishlatadi. Oddiy misol yana Mary loves dogs and Andrew loves cats bo'lyapti. Menimcha tushunarli. Xo'p, davom etamiz. Uchinchi yo'li bor. Ikkita demak independent clause'ni bog'lash mumkin. Ikkita independent clause'ni bog'lashning uchinchi yo'li demak bu semikolon orqali. Semikolon bu o'zbek tilida nuqtali vergul bo'ladi. So oddiy misol yana Mary loves dogs semikolon Andrew loves cats. Faqat bitta farqi esingizdan chiqmasin. Semikolondan keyin keladigan independent clause'da endi bu yerda ism kelgan katta harf bo'lyapti. Agarda boshqa bir obyekt keladigan bo'lsa, u semikolondan keyin kichkina harf bilan boshlanadi. Bittagina farqi, eng katta farqi demak period bilan uning o'sha kichkina harf bilan boshlanishi va tabiiyki umumiy ma'noda ham farq bor. Bu yerda aytib qo'yibdi, semicolon is the same as a period on the SAT degan. Semikolon ko'pincha bir-biriga related bo'lgan, closely related bo'lgan gaplarni bog'lashda ishlatiladi. Boshqa ishlatishlari ham bor, uni keyinroq gaplashamiz. Punctuation qismida darsimizda. So, let's go. To'rtinchisi, ya'ni kim umuman olganda ikkita independent clause'ni bog'lashni bu bitta independentni basically dependentga aylantirish orqali bo'ladi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Subordinate conjunction qo'shilgan Mary loves dogs degan independent clause'ga va while qo'shilgani uchun bu dependentga aylandi va undan keyin vergul qo'yilyapti-da, independent kelyapti. Va shuni xuddi teskarisi ham bo'lishi mumkin. Faqatgina teskarisi bo'lgan paytda komma qo'yilmaydi. Mana misolda ko'rib turishingiz mumkin. Mary loves dogs, no comma, although Andrew loves cats. Yoki mana shu yerda although o'rniga while ni ham qo'ysa bo'lardi bemalol. Menimcha tushunarli bo'ldi va sizda savol tug'ilishi mumkin. Buni nega o'rganishimiz kerak edi? SAT da shunaqa bo'ladi. Sizga tekst beriladi-da. Tekstni misol uchun har xil punktuatsiya orqali bog'lash yo'llari berib qo'yilgan bo'ladi. Va o'shanaqa holatda mana qoidalarni bilish sizga katta yordam beradi. Endi davom etamiz. Hozircha fundamental o'rganyapmiz. Shu fundamentni keyingi qismi bu coordinating and subordinating conjunctions. Ya'ni kim bog'lovchilar, conjunctionlar ikki xil bo'ladigan, o'shalar berilgan. Mana birinchisi turibdi. Bu coordinating conjunction. Bu fanboys, boya aytganim for, and, nor, but, demak or, yet, so va bular bilishingiz kerak, bilishingiz shart. Ikkita tepada o'tib o'tganimdek, ikkita independent clause'ni bog'lashda ishlatiladi har doim. Va bulardan oldin esingizdan chiqmasin, har doim komma kelishi kerak. Ikkita independent clause'ni bog'layotgan paytida. Xo'p. Va ham bitta bor, esimdan chiqib aytish. Qoida bular bo'yicha, bular gapni boshida SATdagi savollarda kelishi mumkin emas. Gapning boshida kelishi mumkin emas. Ya'ni kim mustaqil gapning boshlanishida, alohida, yangi gapning boshlanishida, nuqtadan keyin gapni boshlaman. Keyingisi subordinating conjunctions. Bularning qiladigan roli juda ham oddiy. Agarda gap subordinating conjunction bilan boshlanadigan bo'lsa, u o'sha boya aytib o'tdim, independentdan dependentga o'zgarib qoladi. Asosiy anonsi shu. Asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa shu. Although qo'shilsa, gapga boshiga misol uchun u dependentga o'zgaradi. If qo'shilsa, while qo'shilsa, dependentga o'zgaradi. Xo'p. Va esingizdan chiqmasin, agarda gapni boshida kelgan bo'lsa, mana although yoki boshqa ifmi boshqami, o'sha demak subordinating conjunction bilan boshlangan dependent clause'dan keyin vergul qo'yilishi shart. Teskarisi bo'ladigan bo'lsa, vergul qo'ymaydi.
tepada aytib o'tdim, lekin esingizda qolishi uchun I am just reminding it again. Xo'p, endi independent clause nimaligini, uni qanaqa qilib bog'lash mumkinligini o'rgandik. Endi mana hozir yana ozgina birga exercise'lar bajaramiz. Men sizga exercise'ni ko'rsataman. Ozgina vaqt beraman, o'ylab ko'rasiz va uni sizga qaysi javob bo'lishini va nega aynan shunaqa bo'lishini men sizga tushuntirib beraman. Xo'p, demak, birinchi ko'radigan example'imiz mana turibdi. Xo'p, sizga mana hozir demak, menimcha ko'p vaqt bermayapman. Juda ham ko'p. 30 sekund vaqt, endi kamman mas'uliyat qilmang. 30 sekund vaqt, mana ekranda savol chiqdi. Shuni hozir ekranni to'xtatib, ko'rib, o'zingizga javob tanlang va tanlaganingizdan keyin xudo xolisa men sizga tushuntirib beraman. 30 sekund ketdi. So, let's go. Men kutib turibman, ishlang, bir xoling, kutib turibman. Let's go. Xo'p, menimcha уже vaqt tugadi. Endi buni birga ishlaymiz. Mana birinchisiga ketdik. Let's go. Birinchi savol aytyapti. A self-proclaimed, endi bu ko'rasiz savol aytyapti. Which choice completes the text so that it conforms to the conventions of standard English. Men bu qismini o'qish shart emas. Okay? Grammar savollarida men shunchaki shuni o'qish shart emasligini ko'rsatish uchun sizga ko'rsatib berdim. Ya'ni you don't have to read it, let's say. Xo'p, birinchisi o'sha boram ishlaymiz savolni. A self-proclaimed collector of souls, the American painter Alice Neal is acclaimed for her powerful, psychologically revealing portraiture. Hop over the course of her career. Davomini o'qiymiz. Qaranglar mana. A self-proclaimed collector of souls is acclaimed. The American painter this is acclaimed for her powerful, psychologically revealing portraiture. Ya'ni kim bu yerda hozir mana shu gapda subject bor, verb bor, hech qanaqa subordinating clause demak conjunction yo'q. Shuning uchun mana bu bo'shliqdan oldingi mana portraiture hisobga oladigan bo'lsak, gap bu mustaqil gap bo'lyapti. Endi bo'shliqdan keyingi gap ham mustaqilmi yoki mustaqil emasmi? Shuni aniqlaymiz va shunga qarab mana bu yerdagi qaysi punctuationni, qaysi tinish belgini tanlash kerakligini aniqlaymiz. Ikkinchi qismi. She subject bor, depicted, davom o'qiymiz, verb ham bor ekan. Depicted a wide range of subjects from her family and friends to prominent critics, artists and strangers she met on the street. Ko'rdik mana bo'shliqdan keyingi qism ham demak independent bo'lyapti. Demak, independent clause'larni bog'lashning 3 xil yo'li bor edi. Buni hozir men aytishimdan oldin kommentga borib yozib qo'ysangiz yaxshi. Esingizda qoladi shunda. 3 xil yo'li bor edi. Birinchisi bu period yoki semicolon, ya'ni nuqta yoki nuqtali virgul orqali. Ikkinchisi comma plus fanboys va uchinchisi colon or dash edi. Menimcha buni aytish esimdan chiqib qoldi o'xshay. Colon or dash buni ham hozir batafsil tushuntirib beraman, xudo xolisa, mana shu examplelardan keyin. So, mana shunga to'g'ri keladigan o'sha, ya'ni nuqta yoki comma plus fanboys yoki semicolon yoki colon or dash berilgan optionni tanlaymiz. Endi ko'ramiz buni. A'da hech qanaqa tinish belgi yo'q. Hech qanaqa tinish belgisiz ham, endi bu run onga sabab bo'ladi. Run onga biz ikkita gapni bog'lay olmaymiz. B optionda portraiture turibdi, nuqta qo'yilyapti. Over the course of her career deyilyapti. Virgul qo'yilyapti. Endi bu over the course of her career degani, endi ya'ni karyerasi davomida bu shunchaki bir fragment bo'lyapti, phrase bo'lyapti, right? Let's say. Va undan keyin virgul bo'lib, mana bu mustaqil gap davom etyapti. B katta ehtimol javob bo'lish kerak. Boshqa javoblarni ko'rib chiqamiz. C da qaranglar mana. Virgul, yana virgul. Ikkita independent clause faqatgina virgullari bilan bog'lanyapti va hech qanaqa fanboys yo'q. Bu xato, bu comma space hisoblanadi. C xato javob. D ni ham ko'ryapsiz, faqatgina virgul turibdi. Shuning uchun D ham xato javob hisoblanadi. Javobimiz B ekan, menimcha tushunarli bo'ldi. Endi ikkinchi example ga o'tamiz. U ham xuddi shunaqa, bir xil, faqat bitta narsa o'zgaryapti. Shuni o'zgarishni topib ishlay olasizmi yoki yo'q ko'ramiz. Xo'p, va bu savolni ishlashga men sizga again demak 30 soniya vaqt beraman. Va 30 soniya mana ketdi, tik bo'lyapti уже. Turibman. Let's go. Solve it, guys.
Hop, time is up. Okay. Manimcha to'g'ri javob topdingiz degan umiddaman. Hop, va men sizga buni umuman olganda qanaqa qilib ishlayapti va qaysi javob to'g'riligini aytaman. Xuddi o'sha narsa, a self-proclaimed collector of souls, the American painter this is claimed for her powerful, psychologically revealing portraiture. Va undan davomida endi bu safar prepositional phrase emas, ingli phrase kelyapti. Hop, let's go. Hop, depicting, hop, davomini o'qiymiz. Portraiture bo'ldi. Hop, independent ekan birinchi qismi, shunisi aniq. Ikkinchi qismini o'tamiz. Depicting a wide range of objects, from her family and friends to prominent critics, artists and strangers she met on the street. Qaranglar. Virguldan keyingi qism, mana she became known for challenging the conventions of her genre. So virguldan keyingi qism independent bo'lyapti. Ya'ni kim endi bundan oldingi qism depicting bilan boshlanyapti. Boya o'rgandik. Ingli agarda gerund o'sha independent clausening boshiga qo'yiladigan bo'lsa, u dependentga aylanadi deb. Mana bu dependent virgul independent bo'lyapti hozir. Va bu degani umumiy men bu blankdan keyingi kelayotgan qismimiz independentligini bildiradi. Bu yoq ham independent edi. Ikkita independent demak clause ni bog'lash usullaridan bittasi mana C javobda turibdi. Bu endi nuqta edi, period edi. B to'g'ri kelmaydi, comma splice, A to'g'ri kelmaydi. Bu ham xato, hech qanaqa demak tinish belgisi yo'q. D ham to'g'ri kelmaydi, bu ham comma splice bo'lib qolyapti. Menimcha tushunarli. Let's go. Hop, bu oddiy. Bunda shunchaki because qo'shilyapti mana bu yerga. Bu ham xuddi o'shanaqa bo'ladi, tepadagidanga o'xshagan. Faqat nuqta bo'lyapti. Because dan keyingi keladigan qism yana dependent ga aylanyapti. Mana bu yerda virgul bo'lyapti. Va umumiy mana bu qism ham independent, bu qism ham independent. Shuning uchun ikkita independent clause ni biz nuqta bilan bog'layapmiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. 3-example'imiz. Hop, endi shu joyida esingizda qolishi uchun izohlarda coordinating conjunctions nimaligini, subordinating conjunctions nimaligini va misollarini va plus independent clauses ni 3 xil bog'lash usullarini yoki tepada 5 xil yo'lni aytdim. Yozib ketsangiz esingizda qoladi va o'zim men aytayotgan narsani tushunyapsizmi yoki tushunmayapsizmi o'zingiz ham bilib olasiz. So let's go to the comments and write it down. Let's go. I'm waiting for you guys. Let's go. Go. Hop. Pauza qilib borib yozib kelasiz. Keyin davom etamiz. Okay, davom etmaylik. Hop, umid qilamanki yozdingiz pastga. Biz esa keyingi qismi bilan davom etamiz. Tepada aytgan narsani chuqurroq tushuntirib beraman. Bu tepada nima aytgandim? Ya'ni kim ikkita independent clause ni bog'lashda colon, ya'ni kim ikki nuqta va dash tire ni ishlatilish demak holatini ko'rib chiqamiz. Hop. Tushunish kerak, endi o'zbek tilida ham ko'rgansizlar, colonni bitta yuzichi bor, bu list berish, ya'ni kim ro'yxatni berish. Misol uchun bog'imizda mevalar bor. Ikki nuqta olma, anor, behi va misol uchun banan, let's say. Mana shunaqa holatda ishlatilishi mumkin, lekin men sizga hozir aytadigan ikki nuqtani ishlatilishi bu boshqacharoq. Bu explanation, ya'ni kim ma'lum bir bitta gap aytildi, misol uchun deylik, sizga berilgan tekstning birinchi qismida bitta gap keldi, independent clause, va undan keyingi kelayotgan independent clause birinchi independent clause ni explain qilyapti, tushuntirib beryapti. Mana shunaqa holatda independent clauselarning orasiga colon qo'yilishi mumkin. Va tushunishingiz kerak, shu holatda dash ham like it also works out. Hop, men tushunarli bo'ldi. Endi bitta example ishlab ko'ramiz. Shu colon va dash kelishiga aloqador. Endi tam savolni ko'rib tursiz. Misol uchun juda ham oddiy, faqatgina colonlik javobni tanlashimiz aniq. Faqat men sizga shuni qanaqa ishlayotganini tushuntirib beraman. Mana aytibdi. Boshida astronomers have long suspected that the tilt of Saturn's rings comes from gravitational interactions between Saturn and Neptune. Saturn's tilt, okay. Gyrates like a spinning top at nearly the same rate as the orbit of Neptune. Ya'ni kim bu qism ham independent, bu yerda kelayotgan qism ham independent bo'lishi ehtimoli, chunki demak gyrates degan so'z bu yerda verb bo'lishi kerak. Hop, qani shuni ko'ramiz. Let's go. Demak, qaranglar. Astronomers have long suspected that the tilt of this comes from this between Saturn and Neptune. Mana bu optionda colon turibdi. Saturn's tilt gyrates
at nearly the same rate as the orbit of Jupiter. Ya'ni mana bu ikkinchi qism, ya'ni gapning ikkinchi qismi birinchi kelgan joydagi demak, hop, gapni, ya'ni birinchi gapni tushuntirib beryapti. Negaligini menimcha tushundingiz. So let's continue. Keyingi qismga o'tishimizdan oldin narsani aytib o'tishim kerak ekan. Tepada biz hozir independent, dependent causesga aloqador va conjunctionlarga aloqador va misol uchun ularni qanaqa ishlatilishi, independent, dependent qanaqa bog'lash mumkinligi, independentlarni qanaqa bog'lash haqida o'rganib chiqdik. Shularni test qilgan exerciselar bor, har xil kitoblardan yig'ilgan va men mana bu linkdagi Telegram kanalda shu exerciselarni ulashib qo'yganman. Kommentda ham ko'rishingiz mumkin. O'sha linkni ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizni exercisega olib boradi. O'sha exerciselarni bajarib, keyin videoni davom ettirganingiz yaxshi. Sababi nima? Sababi exerciselarni bajarish sizni hozir o'rgangan narsalarimizni mustahkamlashga, yaxshiroq tushunishingizga yordam beradi. Keyingi qismga o'tishimizdan oldin men sizga aytib o'tishim kerak. Men umid qilgandim bu videoni demak 1 soat ichiga sig'diraman deb, lekin 1 soatga sig'maydiganga o'xshayapti. Shuning uchun videolarni bo'lamiz. Mana shu paytga ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Xudo xohlasa, demak kelayotgan haftada ushbu grammarga aloqador videoning ikkinchi qismi chiqadi va biz unda modifiers haqida, essential non-essential clauses haqida, yana undan tashqari shuni men ko'rib olishim kerak. Demak, umumiy общий punctuation haqida, ya'ni komma qayerda ishlatiladi, colon qayerda ishlatiladi, dash qayerda ishlatiladi, hamma yozuvchilarni bitta ko'rib chiqamiz. Va undan keyin xudo xohlasa transitionsga, student notesga va boshqa writingning qismlariga ham o'tamiz. Hozirgacha ko'rganingiz uchun rahmat kattakon. Keyingi videoda xudo xohlasa ko'rishguncha. So, agarda video yoqqan bo'lsa, iltimos izohlarga yozib, o'sha izohlar yozing. Nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi. Yoqmagan bo'lsa ham bemalol yozishingiz mumkin. Like bosing, imkoni bo'lsa, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. It's also okay. Va keyingi chiqadigan o'sha grammarga aloqador videoni o'tkazib yubormaslik uchun iloji bo'lsa, so subscribe buttonni, o'sha obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Thank you. So, peace guys.